Feruza Meliboyeva eri bilan ajrashdi. Bu haqda intervyuda yig'lab aytib berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizni barchasidan ogohlantiramiz. Xabaringiz bor, qizim serialda turmush o'rtog'im rejissyor bo'lgani uchun turmush o'rtog'imni poddeshka qilib, oilasi va farzandlari uchun harakat qilayotgan bir paytda men sochlarimdan voz kecha olmaymanmi deya sochlarimni oldirdim. Serialning boshida bu rol yo'q edi. O'rtalarida turmush o'rtog'im shu taklifni berib qoldilar. Men esa uzoq o'ylamagan holda o'z roziligimni bildirdim. Zero bu ayol kishi uchun fojia. Turmush o'rtog'imni ko'nglini o'ylabman-u, lekin hayotimizni o'ylamabman. To'g'ri, kunduzi parik kiyib, ro'mol o'rasam bo'ladi, ammo kechasiga borganida buni iloji yo'q. Turmush o'rtog'im buni tushunadi deb o'ylabman, ammo bu xom xayol bo'lib chiqdi. Boshida turmush o'rtog'im ko'nglimga qaradi, ammo keyinroq ko'ngli soviganini tushundim. Lekin endi kech edi. Qilar ishni qilib qo'ygandim. Orqaga yo'l yo'q deydi afsus va nadomatlar bilan Feruza Meliboyeva. San'ati va turmush o'rtog'ining yuksalishi uchun o'zini qurbon qilgan ayol xo'rlanishi to'g'rimi? Bu haqda sizning fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring va Feruza Meliboyeva muxlislari videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.